Siz buni bilarmidingiz? Asal blokning ichidan o'q o'tadi, ammo eshikning ochiq joyidan yuklarning ochiq joyidan yoki zaborlarning ochiq joyidan o'q o'tmaydi. Creeper mushukdan qo'rqadi. Tridentda ushbu sehrga zacharlasangiz, siz yomg'ir bo'layotgan payti yoki suv ostida ucha olasiz. Striderning kattasiga egar taqib, qo'ziqorin osilgan qarmoq bilan uni lava ustidan yurg'izish, ya'ni lavadan osongina nezarda o'tib olish mumkin. Agar bularning birontasini bilmagan bo'lsangiz, bu videoga like bosib va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hozircha xayr.